Qadr chimchilagan joyim chimchilaversinmi? Uylanmayman men. O'zingga achib tursa, urma dedim-ku. Indama, urib odam qiladi. Bor, abid bo'ldi, uyiga borib, hojatxonaga kirib uxla. Shu qizingni menga berasan. O'g'liz qizimni eplolmaydi opa. Buni ustiga ko'nglari ham ozgina nozikkina ekan. Ko'ngligi ham uni. Shu qizing urib bo'lsa ham odam qiladi shuni. Qo'ying opa, boshim balo qolmasin. Mana bu qo'limdagi uzuk, qadimgi uzuk, grammi ham ancha og'ir. Ma, shuni qo'liga taq, biram yarashadi. Voy. Opa, rostdan tillami? Qadimgi tillalardan. Unda uyingizga borguncha qizimni urmaydigan qilib beraman. Yelcha. Buncha chiroyli. Bu o'zi kelinimga. Chaqir qizingni. Hozir opajon. Qizim, kel bu yoqqa. Qizim keldingmi? Oyijoning oldiga o'tir. Baxtli bo'lsin. Sen nega ketmading? Ketolmadim. Nimaga? It bor ekan. Opa, bitta itdan himoya qila olmagan o'zini, itdan meni qizimni qanday himoya qiladi? Bor qizim, ishingni qilaver. Mana, himoya qiladi. Ma, qo'lingga taqchi, bilagingga sig'adimi shu? To'y bo'ladi dedimmi? Bo'ladi. Opa, bu tillami? Yo'q, bijuteriya. Bunda yaxshisiz, bo'ldi opa, to'y bo'ladi. Meni gapim hech qachon ikki bo'lmagan. Opa, To'y bo'ladi. Ilohim, yoshlar baxtli bo'lsin.